To'rtta dona qudaga $5000 tikib xonadonni eslaysizlarmi? Bu safar keyin telefon qilib faqat milliy ovqatlarni qilib bergan deb aytdilar. O'tgan safar yevropeyskiy ovqatlar bilan xursand qildik. Bu safar qudajonimni milliy ovqatlar bilan xursand qilaylik deb aytdilar. Bo'ldi opajonim deb ertalabdan biz ishni boshladik. Bozorlarning sifatini ko'rasizlarmi? Bitta like bosib qo'yasizlar. Jonajon qudalarimiz bilan o'pshi 10 kishiga joy qildik. Keyin bu safar ham stolga jinni sangi narsalar qo'ymasdan ozgina narsa qo'ygan dedilar. Bo'ldi opajonim deb unaqa ko'p narsalar qo'ymadik. Bedalani bo'lsa sayrab turganidan saryo bilan qozonga bosib bergan deb aytdilar. Yo'q, mana shunaqa baqlajon salatini ham qilib berdik. Birinchisiga har doimdek tandirda yopilgan issiq somsa bilan non berdik. Nonlarni bo'lsa master klass qilib qo'limda o'zib berdim. Ketidan bo'lsa taco lyo'qki rikottali salat berdik. Stolga keladigan bo'lsa limonadlardan gruzinskiy nataxtarin ham qolib ketmadi. Qizlar, sizlarning uylarga xudo tarat kelib qolsa nima ovqatlar qilib berasizlar? Biz bo'lsa birinchisiga taco moshxo'rda berdik. Orada dietada yuradiganlar bor ekan, ularga svejiy apelsinli sok qilib berdik. Moshxo'rdadan keyin kichkinagina sochli manti kirgizdik. Mantidan keyin muzikani tarvuz berdik. Basseynda cho'milayotgan bolalar uchun taco svejiy soklar berdik. Aytgancha orada o'tim qozon ko'p ham bor edi. Basseynda bolalar zerikib qolmasin deb ketidan kokteyl kirgizdik. Bizga kerakli bo'ladigan sut mahsulotlarini sirniy lavkadan oldik. Aytgancha sirniy lavka nomiga ozgina o'zgartirish kiritildi. Esinglardan chiqib qolmasin. Shunaqa qilib dum qozondan keyin osh berdik. Oshdan keyin har doimgidek desert berdik hammaga. Xayr.